Qur'on tilovati odoblari. Qur'on o'quvchi tilovat odoblariga ahamiyat berishi lozim. Avvalo, qiroatda ixlosli bo'lishi va bu bilan faqat Allohning roziligini talab qilish, Qur'on xulqi bilan xulqlanish, zehnni bir joyga qo'yib, undagi ma'nolarni tadabbur qilish talab etiladi. Qur'on o'qiyotganda Allohga qullik qilayotganini bilishi va uni ko'rib turgandek o'zini his qilishi, Alloh uni ko'rib turganini zehniga joylashi lozim. Qur'on tilovat qilishni xohlagan kishi og'zini misvok va shunga o'xshash narsalar bilan tozalashi yaxshi bo'ladi. Misvok arak daraxti shoxidan bo'lgani yaxshiroq. Boshqa narsalar bilan tozalashning ham zarari yo'q. Qur'onni xushu-huzu va tadabbur bilan o'qish lozim. Shunda qalb yumshab nurga to'ladi. Salaf ulamolarimiz ichida tadabbur qilib bir oyatni tun bo'yi o'qib chiqqanlar bor. Qur'on o'quvchi tilovat chog'i yig'lashi, agar yig'lay olmasa, o'zini yig'lashga majburlashi mustahabdir. Bunday qilish oriflar sifati va solih bandalarning shioridir. Bunga Qur'oni Karimda ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va bu Qur'on ularni xushularini ziyoda qilur. Iso surasi 109-oyat degan dalil bor. Qur'on tilovat qiluvchining Qur'onni kitobdan o'qishi yoddan o'qiganidan afzaldir. Salaf ulamolarimiz shunday deyishgan. Ammo kimning tadabburi, fikrlashi, qalbini jamlashi Qur'ondan o'qiganidan ko'ra yoddan o'qiganida ziyodaroq bo'lsa, yoddan o'qigani afzal. Baland ovozda yoki ovoz chiqarmay tilovat qilish haqida ham ulamolarning so'zlari bor. Riyodan qo'rqqan kishi ovozini chiqarmay o'qigani afzal. Agar qo'rqmasa, baland ovoz bilan o'qigani yaxshi. Shu shart bilanki, atrofdagilar namoz o'qiyotgan bo'lmasligi kerak. Baland ovoz bilan o'qiganida boshqalarga ham foyda bor. Qur'onni chiroyli ovoz bilan, tajvid bilan tilovat qilinadi. Juda cho'zib yuborilmaydi. Biror harf ziyoda qilinishi yoki tushirib qoldirilishi harom. Tilovat qiluvchi kishi surani o'rtasidan o'qimoqchi bo'lsa, bir-biriga bog'liq oyatlarni avvalidan boshlashi kerak. To'xtaganida ham bir-biriga bog'liq oyatlarda to'xtaydi. Boshlanishi vaqf, juzu, hizf o'ndan biri deb e'tibor qilmaydi. Shuning uchun ulamolar bir surani hammasini o'qish uzun suradan bir miqdor o'qiganidan afzal deyishgan. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kecha kunduzda 50 oyat o'qigan odam g'ofillar qatorida yozilmaydi. 100 oyat o'qigan kishi kechani ihyo qilib Allohning ibodatida uzoq turuvchi deb yoziladi. 200 oyat o'qigan kishi bilan Qur'on qiyomat kuni hujjat talashmaydi. 500 oyat o'qigan odamga esa bir necha qintor ajr yoziladi deyilgan.